Assalamu aleyküm ortaklar, yurttaşlar, millettaşlar. Mana bugün 28 yanvar çarşamba, Muradbax çarşamba. Mana kar yağıyaptı yana. Kecha quyosh chiqib charaqlab hammayoq yorug' bo'lib turuvdi. Mana bugun endi kar yağıyaptı Toshkentda yana kar deydi-yu, yana kar. Shunaqa bo'lyapti bu yerda. Ob-havo haligi nima deydi? Toshkentda kar yağdı, non yağdı. Mana mashinaning usti mana shu oppoq bo'libdi. Kar yağdı, non yağdı degan joyidan mana. Endi mana oqaryapti hammayoq. Tomlar oppoq bo'lgan o'zi. Mana hali bitta nima gapiryapti-yu. Rossiyalik bu deydi kardı bunaqa ko'p yog'ishi deydi. Bu ofat bizlarda deydi katta tepadagilar deydi nima qildi, narusheniya qilib hamma yoqda ishgal qilib poraxo'rlik yana bir narsa nima qilgani uchun insofi ketgani uchun shunaqa ofatlar bo'lyapti deyapti. Ani targoviy katta targoviy sentrda tomi tushib ketibdi-ku. Savdo markazi deydi-yu, savdo markazini katta. O'shani Allohning bu ofati bu odamlarni haddidan oshib gunohkor bo'lib ketgani uchun deb gapiryapti. Hammaga ham insof bersin. Kattalarga ham, boshliqlarga ham. Shunda yaxshi bo'ladi hammayoq. Insof bilan ish tutsa.